21-dekabr kuni Texnobazar o'qib ishlayotganimizda mana ish faoliyatlarimiz boshlanganmiz. Magazinimizda hamma assortimentlari eng katta chegirma narxiga qo'yganmiz. Xudo xolasa bemalol kelib, yoqtirib ketaverasiz. Ichga kiraylik, Abdurahmon. Xudo xolasa Telegram kanalimizda lokatsiyalarimiz bor, lokatsiyalarimiz orqali sizlar yoqtirib ketaverasiz. Birinchi 150 ming so'm chiqqan devorlarimiz 930 ming so'mga tushgan. Eng chegirma narxida. Bundan tashqari televizorlarimiz eng arzon narxda tushgan. 1 million 250 ming so'm sotilgan televizorlarimiz chegirma narxida 1 million 69 ming so'mga tushgan. 32 tali smart Wi-Fi'li bo'ladi. Bundan tashqari 43 tali 2 million 400 ming so'm chiqayotgan narxi 1 million 949 mingga tushgan. Bemalol bularga kelib, yoqtirib, xarid qilib ketaverasizlar. Bolajon tovarlarimizdan yangiliklar bor. Mototsikllarimiz bo'ladimi, mashinalarimiz bo'ladimi, hammasini eng arzon narxda qo'yganmiz. Bularni mototsikllarimiz o'zi akkumulyatorli bo'ladi, pultlari bo'ladi. 1 million 200 ming so'm sotilgan, 689 ming so'mga tushgan. Bu akkumulyatorli mashinamiz 850 ming chiqazilgan, 529 mingga tushgan. Endi kattalarga keladigan bo'lsa, 3 million 600 ming so'm chiqazgan mashinalarimiz 2 million 319 ming so'mga tushgan. Bu yerda mana Jeep modellariga 2 million 800 ming so'mga tushgan mashinalarimiz chegirma narxi 2 million 199 ming so'mga tushgan. Eng katta assortimentda Texnobazar Optimus kelib, yoqtirib olib ketaverasizlar. Bularning narx-navosini ko'radiganlarimiz Telegram kanalimizga adden narx-navosini tashlab qo'ygan. Texnobazarda kutib qolamiz. Arzon qimmatligini har doimda kommentariy yozib ketasizlar. Eng arzon narxda bizga kelib xarid qilib ketasizlar. Podpiskaga tashlab qo'ying, arzon narsalarni qo'yib boramiz.